Ko'p savol bo'lyapti. Yerimni yarmini sotmoqchiman yoki bo'lmasam sotib oldim birovni yerini yarmini, hujjat qilishim kerak. Arxitektura proyektini qilib qurdiraymi nomimga o'tkazish uchun yoki bitta xona soldirib kadastr qilib qildirib olsammi, nima deysiz deb so'rashyapti. Bu уже birinchisi emas, 4-5 takrorlanishi. Umumiy qilib bitta javob beraman. Hozirgi kunda bino qurib kadastr qiladigan davrlar o'tdi desa ham bo'ladi. Ko'p holatlarda ruxsat berishyapti yerni xususiylashtirishga. Zaявka berasiz, agar o'sha joyda qanaqadir taqiq qo'yiladigan joy bo'lmasa, yerni xususiylashtirib berishadi o'sha avvalgi egasini nomiga va sizga razdelniy akt qilib turib, yer yarmini bo'lib, quruq yerni ham sizga sotib berishadi. Kadastr qilib berishadi. Hech qanaqa bino bo'lishi shart emas. Siz o'shanda как положено qanaqa proyekt qilmoqchi bo'lsangiz o'sha proyektni boshlaysiz. Ikki ovora bo'lib, kerak emas binoni dokumenti uchun aldamchi proyekt qilib turib qurmaysizda. Bittada ishingiz bitib ketadi. O'shaning uchun kadastr qila olmay yurgan tanishlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Ancha hozir yengillik bo'lib qolgan.